Mana sortimizda dala sharoitiga e'tibor berasiz. Qarov, dehqonimiz yangi bo'lganlar uchun unaqa zo'r qaralmagan, lekin pomidor o'zining vazifasini bajargan. Pomidorda rangi, vidi, tochkasi bir tochkali. Bu bozorda 5 so'm, 10 so'm dehqonlarimiz uchun qimmatroq narx degani. Mana eng Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar. 2025-yil 24-iyun sanasidamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidamiz. Bu yerga yangi sortimiz, yangi gibridimiz Babikan F1 navini berganmiz. Shuni syomka jarayonlariga keldik. Bu sortimizni mana operatorimiz ko'rsatib o'ting. Shu genetik holati ham 250-300 gram bergan. Hosilda kasallik yo'q. Yana bitta narsa determinat, bu kaltapali sortimiz hisoblanadi. Tanasiga e'tibor bering. Tanasi o'ta baquvvat. Kasalga juda chidamli. Hosil berishlarini ana bir tupda etap pishiryapti. Shunda ham mana vid degan narsa pomidorchilarga yaxshi ko'radigan narsa, tavanli vidi juda zo'r. Pomidorda umuman kasallik yo'q. O'ta mazasiz, go'zal, mazasi juda shirin. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'ting. Mana hosillari shu tegida qolgan pomidorlarni ham ko'rsatamiz. Pomidorda kasal yo'q, o'ta qattiq. Yorib ko'rsataylik. Pomidorimizda, Babikan F1imizda tomir yo'q, maza shirin, go'shtli pomidor hisoblanadi. Bu sortimiz o'tgan yilga kelgan yangi sortlarimiz. O'tgan yil o'zimizning dalalarimizda sinovdan o'tkazib, bu yil katta dalalarga berganmiz. Tojikistondan, Qozog'istondan o'zimizning местный xalqqa sotganmiz bu sortimizni. Xudo xolasa mana birinchi natijalarni ko'rishga keldik. Natijalar o'ta go'zal. Mana sortimizda dala sharoitiga e'tibor berasiz. Qarov, dehqonimiz yangi bo'lganlar uchun unaqa zo'r qaralmagan, lekin pomidor o'zining vazifasini bajargan. Pomidorda rangi, vidi, tochkasi bir tochkali. Bu bozorda 5 so'm, 1000 so'm dehqonlarimiz uchun qimmatroq narx degani. Mana yengi uzib ham ko'rsatdik. Mana pomidorimiz. Vidlari vobshe zo'r, go'zal. Sonini ham ko'radigan bo'lsak, o'sha etap pishirib beryapti. Keyingi solib hosil beradiganlari ham razmerlari bir tekisda. Mana. Hozir buni sanab chiqdik. Bir tupida 72 tagacha hosil bergan. Hosillari boshqa sortlarga nisbatan grammlari bir xil standartda. Eng pasti 200-220 gram. Babikan sortimizni o'sha bu yilgi hisobda o'sha ko'p dehqonlarimizga tavsiya qildik, sotdik. Keyingi yilga xudo xolasa bu sortimizdan kattaroq ob'yomda olib keltiramiz. O'zini oqladi. Hammaga taklif qilib qolamiz.